Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz o'tgan efirimiz davomi bo'ladi va gap aynan psixik energiyani qanday qilib o'zimizda yig'ish, rivojlantirish, orttirish hamda sifatini ko'tarish haqida ketadi. Qisqacha yodga oladigan bo'lsak, psixik energiya bu hamma joyda mavjud bo'lgan energiya. U yig'ilib, to'planib boradi va kuchli magnit xususiyatga ega. Unga oddiy so'zlar bilan ulkan ijodkor kuch deb ta'rif berilgan va yaratuvchi tomonidan butun koinotga, shu jumladan har bir insonga psixik energiya beriladi. Bu energiya betaraf, na yomon, na yaxshi, na yovuz, na mehribon. U neytral, u shunchaki bor. Va aynan inson energiya o'tkazuvchisi sifatida o'z hayot tarzi, o'z tafakkuri, fikrlari hamda his-tuyg'ulari bilan bu energiyaga sifatni beradigan hamda bu kuchni qabul qilib o'zlashtiradigan hamda borliqqa keyin o'zgartirilgan holda taratadigan mavjudot hisoblanadi. Bu degani oldimizda mana shu energiyani to'g'ri ishlatishni o'rganishdek bir vazifa turibdi. Endi hayotimizda u bilan samarali aloqa qilish uchun, ya'ni bu energiya o'z mevasini beradigan darajada muloqot qila olish uchun biz uni dastavval shunchaki borligini tan olishimiz muhim bosqich. Ya'ni masalan oddiy kundalik turmushimizda sodir bo'ladigan turli faktlarga e'tibor beradigan bo'lsak, psixik energiyaning mavjudligini va uning ishini doimo tasdiqlab turadigan turli jarayonlarning guvohi bo'lamiz. Ularni ongli anglash lozim. Misol uchun, bitta fikr bizlarga ham kuch berishi mumkin yoki energiyadan mahrum qilish ham mumkin butunlay. Tasalli so'z yoki tanqid orqali. Demak, u yoki bu fikr ichki holatimiz hamda tananing holatini o'zgartiradi. Yoki qo'rquvdek hissiyot tanada ko'rinadigan o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Demak, hissiyotlar salomatlikka ham ta'sir qilar ekan va hokazo. Bularning barchasi inson ko'p qatlamli mavjudot ekanligining yaqqol dalillari. Ichki kayfiyatimiz, umrimiz sifati esa ichki o'sha ijodkor energiyamizning uzoq muddatli ishining natijasi hisoblanadi. Va bu psixik energiya turli qatlamlarda, astral, efir, mental va hokazo boshqa qatlamlarda ham bir xil ishlaydi. Endi psixik energiyani manbalari haqida to'xtaladigan bo'lsak, hayotda oddiy kundalik turmushimizda eng birlamchi hamda keng tarqalgan odatiy manbalar bu hammaga tanish bo'lgan oziq-ovqat, toza suv, havo, quyosh nurlari, sayyoramiz aurasi, o'rab turuvchi tabiatimiz, koinotning nurlanishlari hisoblanadi. Shu bilan birga uyqu davri ham bu energiyani qabul qilib olishda hamda rivojlantirishda juda ham muhim omil hisoblanadi. Har birimiz ongimiz bilan har tunda qayerlarga uchib ketishimiz haqida ko'p mulohaza yuritish mumkin aslida. Va bu borada avvaldan insoniyatda qiziqish bo'lgan hamda hozirgi kunda ongli uyqu, ongli tushlar to'g'risida juda ham ko'p mualliflarning mehnatlari mavjud. Aslida ko'p manbalarda aytilgandek, inson uyqu vaqtida mutlaq borliq bilan bog'lanar ekan va yaxshigina ozuqa olib uyg'onadi. Mana shu barcha manbalar jismoniy dunyo bilan bog'liq va jismoniy dunyo uchun tushunarli hamda odatiy ko'rinadi. Chunki hamma odam har kuni ovqat yeydi, uxlaydi, nafas oladi va hokazo. Hamma uxlab turib yoki vaqtida yaxshi ovqatlanib, ichida kuch uyg'onganini his qiladi. Bu oydin jarayon. Bundan tashqari, yana muskus, evkalipt, yalpiz, soda, valerian o'simliklari singari mahsulotlar ham bu energiyani ko'paytiruvchilari hisoblanar ekan. Muskus yoki mushk bu masalan ong osti energiya moddasining koni deb yozilgan. Soda esa energiyani saqlovchisi deb ta'rif berilgan. Yoki evkalipt, sidr va shunga o'xshagan boshqa daraxtlarning qora moyi ruhiy psixik energiyaning mahsulidir. Ular barchasi shifobaxsh bo'lib, insonga tanasini mustahkamlash, tozalash, davolash va shu psixik energiya bilan ta'minlovchi hisoblanar ekan. Valerian o'ti ham azaldan achchiq erman o'ti singari energiyani tiklovchi va uni orttirib saqlovchi vosita sifatida yozib o'tilgan. Ularni oz-ozdan har kuni iste'mol qilish tavsiya qilinyapti. Lekin masalan yalpizli choy ichish kimdadir qon bosimini pasaytirish ham mumkin. Shuning uchun har kim individual ravishda yondashib, o'zi uchun qulay bir mahsulotni qo'llashi mumkin kun davomida. Valerian nastoykasini ham uyqudan oldin 10 tomchidan suvga aralashtirilgan holda ichib yotish foydali deb aytib o'tilgan.
Bularning barchasi albatta hanuz moddiy usullar. Hayotiy energiyaning eng muhim manbasi va eng asosiy o'zlashtiruvchisi esa bu albatta inson yuragi hisoblanadi deb ta'kidlanadi yashirin ta'limotda, Braden Dispenza asarlarida va jonli etikada. Va har bir odam bu energiyani aynan ochiq yurak orqali qabul qilib, unga o'ziga xos ohanglarni berar ekan. Uni o'zgartiradi va uni bipolar qiladi, ya'ni yaxshi yoki yomon tus beradi. Boshqacha qilib aytganda, odam bu neytral hayotiy energiyani o'z yuragi orqali yo yorqin narsalarga yoki unchalik yorqin bo'lmagan narsalarga aylantiradi. Va qadimgi yozuvlarda ham aslida inson qabul qiladigan narsalar emas, balki dunyoga beradigan narsalar hayot hamda evolyutsiya uchun muhimroq deb aytib o'tilgan. Xo'sh, inson o'zi buni qanday qiladi? Inson buni o'z ongli fikrlashi hamda yuragidagi intilishi yordamida qiladi. Chunki har bir inson o'ziga ajratilgan psixik energiyasidan tashqari, u fikrlash, his qilish qobiliyatiga hamda o'z irodasiga ham ega, ya'ni tanlash huquqiga. Va agar bu uchta komponent psixik energiya, ong va iroda birgalikda harakat qilmasa, unda hayotda tartib hamda uyg'unlik ham bo'lmaydi. Fikr bu psixik energiyaning eng oliy ko'rinishi hisoblanadi va faqat insonga shunday ongli o'ylab yashash imkoniyati berilgan. Chunki faqat insonning ongli oqilona yondashuvi orqali bu energiya sifati o'zgaradi hamda u ortib borar ekan. Albatta bu hayotiy kuch cheksiz, lekin har bir inson psixik energiyaning ma'lum bir zaxirasi bilan tug'iladi. Bu energiya ma'lum manbalarga ko'ra inson yashab o'tgan yuzlab o'tgan hayotlaridan to'planib va agar inson har bir mujassamlanishida hayotlari davomida rivojlanib, o'zini xislatlari ustida ishlagan bo'lsa, boshqalarga yordami tegib savob ishlarni qilgan bo'lsa, unda uning zaxiralari juda ham ulkan bo'lar ekan. Bu energiya juda ham nafis va ayni paytda kuchli. Va u boshqa ko'rinishdagi, misol uchun atom energiyasi yoki termoyadr energiyasidan ham kuchliroq hisoblanadi. Va agar masalan biron yurtda, shaharda ana shunday ma'lum bir miqdordagi psixik energiya bilan odam tug'ilsa, bunday odam shaharlar va mamlakatlarni ko'plab ofatlardan, turli kasalliklardan, epidemiyalardan ham himoya qilib turadi. Avliyolar va kuchli tabiblar ham atrof muhitga shu tamoyilga asosan ta'sir ko'rsatishadi. Xuddi shunday tarzda har bir inson ham hayotiy energiyasidan oqilona foydalangan holda o'z tanasini ham davolay oladi. Bu insondagi aslida hozircha ko'pincha uyqu holatidagi tug'ma salohiyati. Buni o'z asarlarida jonli etika, yashirin ta'limot ham, Zelen, Deepak Chopra, Greg Braden, Liz Bourbeau, Gabor Mate ham ko'p marotaba takrorlaydilar. Va bu qobiliyatni avvaliga o'simlik daraxtlarga muntazamlik bilan ma'lum bir payt ichida mehr jo'natib mashq qilish tavsiya qilinadi. Yana bir qiziq joyi, jonli etikada yozilishicha, yer yuzidagi barcha odamlarda hozirgi kunda shaxsiyatimizni tasdiqlovchi odatiy pasportimiz yoki shaxsiy guvohnomamiz o'rniga har birimizda psixik energiyamizni ta'kidlovchi pasportimiz bo'ladigan bir vaqt kelar ekan. Endi savol tug'iladi. Agar odam bu energiyani doimo havodan, uyqudan, ovqatdan, atmosferadan, kosmosdan va hokazolardan olsa, nega odamlar bu dunyoni muddatidan ilgari tark etishadi yoki kasal bo'lib qolishadi yoki boshqa muammolar yuzaga keladi? Bu har yerda mavjud energiya har kimni asrab turishi kerakdek. Bu aslida muhim va ahamiyatli joyi. Chunki birinchidan yuqoridan sanab o'tilgan energiya manbalari qo'pol moddiy qatlam energiya manbalari hisoblanadi hamda hayotiy kuch berishsa ham ular, lekin pastroq tartibdagi quvvatni berar ekan. Shunday bo'lsa ham insonni ma'lum vaqtgacha ta'minlab turishga qodir. Va lekin bu hayotiy kuch o'zining eng oliy, eng baquvvat, eng nafis va cheksiz ko'rinishida hayotimizda doimo kelib turishini istasak, unda ana shu nafis qatlam energiyasi bilan to'g'ri ishlashni o'rganishimiz kerak. Xuddi go'dak tug'ilganda boshida ovqat yaxshilab chaynashni, yutishni, keyin yurishni, turishni, yozishni o'rganganidek, xuddi shunday biz insonlar ham o'z ichki kechinmalarimiz, fikr, niyatlar va tuyg'ularimiz bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. Va mana shu yuqori sifatdagi kuchli ijodkor energiya faqatgina agar inson o'z tafakkurida nafislashsa va eng muhimi tinimsiz beriladigan energiyani oqilona ishlatsagina, u shu zahoti qayta to'ldirilar ekan. Endi hayotda bu jarayon qanday kechadi?
Mana hammamiz emotsiya, his-tuyg'ular nimaligini bilamiz. Har kuni atrofdagi tashqi olamga qandaydir reaksiya qilamiz. Kimdir tanqid qildimi, javoban darrov gap qaytariladi. Yana boshqasi baqirsa, undan kam qolmay baqirganini ezib tashlash istagi tug'iladi ichimizda. Kimdir maqtasa, o'zida yo'q uchib yuramiz va hokazo. Bilamizki, bu astral tanamiz hayoti va unga aslida farqi yo'q. Chunki u shunday g'amdan xursandchilikka, oqdan qoraga, salbiy emotsiyadan ijobiyga qarab insonni umr bo'yi chayqatib, ozuqa olib yashaydi. Toki inson bu o'yinni ongi orqali anglamaguncha. Va bir kuni insonlar orasida ongli bir shaxs, masalan Deepak Chopra yoki Dispenza yoki Osho yoki Zeland, Robert Monroe yoki Eckhart Tolle'ga o'xshagan insonlar boshida o'zini hayotida, keyin boshqa odamlar yurish turishida ham qaytariladigan o'zini tutish ssenariylarini anglab, kuzatib, tahlil qilib, to'xtang qani, bu astral dunyo bilan kurashish befoyda ekan, bu qatlam bilan tayanch ishlash prinsipi bor ekan deb o'zlarining mehnatlarida, ma'ruzalarida batafsil yoritishadi. Va bu insonlar ham hayotlarida juda qiyin vaziyatlarni, ekzistensial kollapsni boshdan kechirib, bu bilimlarga erishganlar aslida. Hozirgi kunda hammaga ochiq taqdim qilinayotgan mana shu bilimlarni, prinsipni tushunib, ularni har kuni qo'llash orqali esa inson o'zida cheksiz psixik energiyani birinchidan ochadi, ikkinchidan uni muntazamlik bilan orttirib rivojlantirishni o'rganadi. Va shunday asta-sekin u ulkan ijodkorga aylanadi. Bu bebaho energiyani qanday ishlashini tushunish uchun insondagi eng kuchli hissiyotni olaylik. Bu jinsiy yoki seksual kuch bilan bog'liq hissiyot. Hamma odam tug'ilganda odatda o'zini kuchga to'lgan, quvnoq, shijoatli energiyasi ko'pligini sezadi. Va borgan sari balog'at yoshimizda gormonal tizim o'zgarganda bu energiyamizni ayniqsa ko'pligini sezamiz. Aynan shunday paytda insonda jinsiy quvvat yoki seksual energiya barq urgan bir paytda aksariyat inson astral dunyosi tuzog'iga ilinadi va shahvatga beriladi. Bu jismoniy shahvat yoki xayolan bo'lishi mumkin, yo moddiy ham bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Muhimi ana shu ulkan ijodkor energiyamiz yo moddiy dunyoda, yo astral dunyoda behuda sarflanib ketishni boshlaydi. Albatta bu tabiiy biologik jarayon va yashirin ta'limot yoki jonli etikada inson ulg'ayganda tanaga u so'rayotgan narsa berilmasa bo'lmaydi. Hamma gap ongli yondashuvda deb yozib o'tilgan. Shunday ekan, yoshlikning bu kuchli energiyasini o'z-o'zidan muammo emas. Muammo faqat uni qayerga ketishiga qarab tug'iladi. Va mana shu jamiyatda tug'ilgan turli bog'cha, maktab, oliygoh, ish, turli hobbilar va hokazolar shunga o'xshagan narsalar shunchaki shu energiyaga uyg'un oqim berishga bo'lgan urinishlar. Bu degani biz odamlardagi psixik energiya ma'lum ijodiy yo'nalishni olmasa, unda bu energiyaga asabiylashish, jizg'anak bo'lish, xavotirlanish yoki faqat turli zavqlarni qandaydir har qanday yo'l bilan xaotik ravishda izlash osonroq kechar ekan. Demak, bu energiyani bostirish emas, balki bu energiyaga yo'nalish berish muhim ekan. Jonli etikada bu borada energiya bilan kurashish emas, balki unga yuqori maqsad berish kerak deb aytib o'tilgan. Va amalda bu degani har kuni ijodkorlik bilan shug'ullanish, qiyin narsalarni o'rganish, o'zida intizomni rivojlantirish, jismoniy mehnat yoki sport bilan shug'ullanish va odamlarga, atrof muhitga xizmat qilish. Yoki masalan Deepak Chopra energiyani bostirmang va uning qo'liga ham aylanmang. Uni kuzatishni o'rganing deb yozgan ekan. Amalda bu nima degani? Masalan, agarda tanada ichimizda kuchli hayajon, ehtiros tug'ilib qoladigan bo'lsa, tanadagi bu kechinmalarga birinchidan e'tibor berib, ularni anglash kerak ekan. Masalan, men ehtirosli emas, balki menda ehtiros uyg'ondi. Keyin ularga baho bermasdan, hukm qilmasdan, shunchaki tabiiy jarayon sifatida qabul qilib, impuls bilan harakat qilmaslikka, ya'ni bu energiyaning ongimizdan o'tishiga imkon berish kerak ekan. Oddiy so'zlar bilan har kimda va ayniqsa o'spirinlarda vaqti bilan qandaydir o'sha ehtirosli, shahvoniy istaklar ham tug'iladi. Ana shunday paytda ichimizdagi bu energiyaga chiqish yo'lini eng qo'pol ko'rinishda me'yorida jismoniy mashq orqali berish mumkin. Masalan, astrologiya ilmi orqali ham natalniy kartada kimda tug'ma bu energiya juda ko'pligini ko'rsa bo'ladi. Bunday insonlarga albatta keyinchalik kattaroq mas'uliyatli vazifalarni yuklash, yetarlicha sport mashg'uloti orqali bu energiyani tarbiyalash tavsiya qilinadi.
Keyin esa albatta ongli fikr orqali unga aniq yo'nalish berish kerak. Fikr esa koinotdagi eng kuchli va nafis energiya sifatida insondagi energiyani sifatini ancha o'zgartiradi va unga u yoki bu yo'nalish rang beradi va hokazo. Misol uchun shahvatning pastki tana istagining hissiyoti o'ziga xos rangga ega va odamlarga yordam berish yoki shifo berish yoki go'zallik yaratish istagi esa butunlay boshqacha rang beradi va boshqacha tebranish chistotasiga ham ega. Va bu emotsiya bilan ishlashda eng muhimi bu tug'ilgan istakni bostirish emas, balki unga haddan tashqari berilmaslik, rivojlantirmaslik va har safar kerakli, o'zimizga kerakli yo'nalishni berish. Yaxshi niyatlarni masalan o'z oldiga qo'yish orqali. Ya'ni har safar shahvoniy istak tug'ildimi, bunga baho bermasdan va avtomatik ravishda harakat qilmasdan, ya'ni impuls va harakat o'rtasida ongli anglash pauzasini yaratish kerak. Ana shu pauzada mani o'zi hayotda maqsadim nima? Man qayerga qarab ketyapman? Menga shu narsalar kerakmi degan savollarni o'ziga berish kerak inson bolasi. Savolga javob darrov kelmasa, yugurish, suzish, yer chopish, pol yuvish va hokazolarni qilish mumkin. Bu oraliq yordamchilar, ya'ni muntazam jismoniy faollik, to'g'ri uyqu va rejim hissiy hamda gormonal tebranishlarni yaxshiroq yengishga yordam beradi. Buni zamonaviy tibbiyot ham yaxshi tasdiqlaydi. Keyin ana shunday turlicha yo'llar bilan saqlanib qolgan psixik energiyamizga endi u harakatlanadigan kerakli sohillar yaratish lozim. Aslida bu qoida barcha hissiyotlarga, g'azab, hasad, ishtiyoq, umid, g'am, agressiya va hokazolarga ham xuddi shunday ishlaydi. Har qanday ichki kechinma bu energiya oqimi aslida va ular hammasi qandaydir xabarni insonga yetkazib turadi. Masalan, Liz Burbo Gabermati shunday talqin qilishgan. G'azablanish hissiyoti juda ko'p energiyadan dalolat berib turadi va jahldorlik esa shaxsiy chegaralari buzilganlikdan xabar beradi. Yoki masalan odamda hasad tug'ilsa, bu yomon emas, bu shunchaki inson qandaydir sabablarga ko'ra o'z ichki salohiyatini amalga oshirmayotganini aytib turadi. Yoki qayg'u bu chuqur sezgirlik, quvonch esa yuragi ochiqlikdan xabar berib turadi. Va vazifamiz mana shu ichki kechinma orqali bildirib turadigan ijodkor kuchimizni sifatini o'zgartirish. E'tibor bering, ayniqsa o'sha maishiy hayotimiz og'ir bo'lib ketgan, har kunga kelisha olmaslik, mayda nizolar, g'avg'olar holati san'atga ham o'tib ketgan. Bir xil kinolarimizda faqat bir xil motiv: hasad, g'avg'o, ko'ra olmaslik, xiyonat, pulni bo'la olmaslik. Albatta jonli muloqot uchun hammamiz tirik inson sifatida o'sha jonli emotsiyalarimizni savodli ifoda qilishni o'rganishimiz kerak. Bu degani g'azab keldimi, buni nima uchun tug'ilganini anglab boshida to'xtachi, qayerda chegaralarim buzildi, indamadim deb o'zimizga savol berish va keyin esa boshqa odamga tinchgina ochiq sababini ifoda qilish lozim tavsiya qilinadi. Lekin hali buni ilojisi bo'lmasa, jahl juda tez bo'lsa, demak o'sha yana eski usullar, yugurish, suzish va boshqa jismoniy harakat qilish orqali ortiqcha energiyani chiqarib, keyin gaplashsa bo'ladi. Psixik energiyamiz ana shundagina ortiqcha sarflanmaydi va o'zimiz oldimizga qo'ygan barcha maqsadlarga erishish uchun to'g'ridan to'g'ri xizmat qiladi. Shuni o'zi hayotiy eng muhim ijodkorlik hisoblanadi. Lekin ko'pincha hammamiz astral dunyoning qo'llariga o'xshab, agressiyaga agressiya, hasadga hasad, ginaga adovat, sal zaifroq bo'lsa ham tajovuz orqali javob beramiz. Ayniqsa ijodiy energiyasi juda ko'p bo'lgan ayollar yoki ayollik tamoyili bundan aziyat chekadi, chunki u qattiq bostirilgan. Misol uchun, oddiy misol, kundalik turmushda erining jahli ostida bostirilgan ayol uchini ko'pincha buni anglamagan holda bolasidan oladi. Bola yo kasal bo'ladi, yo xuddi shunday ko'chaga borib qiladi. Va bu holat hamma agressiv, hech kimni psixik energiyasi bo'lmagani uchun hech narsani yarata olmaydigan, faqat yeb ichish hamda ko'payish, eng ko'pi bilan taqlid qilish orqali sal-pal ijod qiladigan, aslida esa faqat iste'molchilardan iborat jamiyatga olib keladi. Bu boshi berk ko'cha. Ayollik tamoyili esa bu o'zini eshitish va o'ziga sodiq qolish va har qanday o'spirin yo yosh bolaga o'z vaqtida ichidagi quvvatiga yo'nalish berilsa va aynan u qiziqadigan biron mashg'ulot bilan shug'ullanish uchun imkoniyatlar yaratilsa, yoki hamma inson
o'z ichki kechinmalariga bolalikda ongli e'tibor berib yursa hamda tafakkuri yordamida unga kerakli yo'nalish ochib bersa, unda sog'lom, kuchli jamiyat yaratiladi. Masalan, bola she'r yozishga qiziqishi mumkin deylik. Otasi she'r bilan qorin to'ymaydi deb uni futbolga berdi va bu boladagi tabiiy ulkan energiya oqimi bloklanadi. Bu boshida she'riyat, keyinchalik so'zga va keyin esa turli chet tillariga yoki jurnalistika, yo yozuvchilik, yo ssenaristlikka yoki siyosatshunoslikka aylanishi ham mumkin. Psixik energiya mantiqiy yondashuv orqali emas, balki ijodiy erkinlik orqali paypaslab asta-sekin o'z yo'lini topib chiqadi. Va ijodiy mana shunday jarayonning o'zi energiyamizni tabiiy ravishda o'zgartirish, uni sifatini oshirish usuli aslida. Va vaqtida o'z yo'lidan ketmagan odamlar qanchalik keyinchalik hayot davomida yo jahli bilan, yo hasadi bilan, yo agressiyasi bilan yaqinlarini qiynab yuboradi. Oddiy qilib aytganda, hayotiy energiyamizning katta qismi uyg'un bo'lmagan fikrlarimiz, boshqa birovlarning niyatlari va natijada paydo bo'lgan salbiy his-tuyg'ularimizga sarflanadi. Qo'shni futbolchi, men ham futbolchi bo'lishim kerak, yoki do'stim uy qurdi, men undan ham kattaroq qurishim shart va o'ziga umuman shunday niyatlarni qo'yib, o'zlariga umuman e'tibor berishmaydi. Hozir esa odamlarga ijod qilish uchun shunday mayda turli-tuman yo'nalishlar ochilganki, faqat o'zimizni his qilish kerak bo'lyapti. Shunda ko'p energiya, yaxshi ko'rgan ishimizdan mamnuniyat, ichimizdagi quvonch, moddiy to'kislik hammasi doimiy yo'ldoshimizga aylanadi. Mamnuniyat bu har doim ham katta pullar yoki foyda bilan bog'liq emas, balki ichki chuqur hayotdan qoniqish, sog'lom optimizm, salomatlik va yashashga ishtiyoq sifatida bo'ladi. Demak, har qanday insonda emotsiyalar va o'y-xayollar ham bo'ladi va har kimda kuchli istak, g'azab yoki xavotir paydo bo'lishi mumkin. Ularni his qilish bu odatiy hol. Lekin bu har qanday tug'ilgan impulsning ketidan avtomatik ravishda ergashish kerak degani emas. Inson ongli mavjudot sifatida umri davomida har kuni, har soniyada doim mayda-mayda qarorlar qabul qiladi. G'azablanib javob berish yoki xotirjam suhbatni tanlash qarori, kuchli jinsiy istakni boshdan kechirish va ayni paytda energiyani shahvatga emas, balki sport, ijodkorlik yoki o'qishga yo'naltirish hamda biron bir hunarni egallash qarori va hokazo. Va har kuni shu qaroriga sodiq holda chalg'imasdan harakatlanish. Boshqacha so'zlar bilan, barchamizning aynan ichki holatimiz tashqi butun borliqni yaratadi. Umuman olganda, har qanday emotsiyani albatta ijodkorlikka maxsus yo'naltirish ham shart emas ekan. Aksincha, inson o'zi chinakam his-tuyg'ularini bostirish uchun energiyasini sarflashni to'xtatganida, ichidagi o'sha bloklangan energiya, psixik energiya shunchaki bo'shab chiqariladi. Nimaga sarflash esa bu keyingi masala. Bundan tashqari, psixik energiyaning ko'p bo'lishi uchun inson har bir ishida sifatga intilishi kerak deb aytilgan. Sifatga esa bor o'y-xayoli bilan faqat o'zida va o'z manfaatida emas, balki ko'pchilikka foydasi tegishini o'ylaydigan olijanob yurak intiladi. Sifat ham bu har doim ham mukammallik emas, balki asta-sekin progress qilish. Va mana shu hayot beruvchi energiya faqat uni doimiy ravishda, ma'lum bir ritmda qo'llash bilan rivojlanar ekan. Shuning uchun ham mehnatdan, ishdan qo'rqish kerak emas, balki inson uchun har kim o'ziga foydali ritm saqlashi muhim deb ta'kidlanadi jonli etikada. Shu bilan birga hayotdan nolish, doimo jizg'anak bo'lish yoki uzoq davom etuvchi g'azab, birovlarni nuqul ayblash, tanqid qilish, surunkali stress holatlari psixik energiyani kemiruvchilari hisoblanar ekan. Bu degani ulkan energiya inson xarakteridan alohida mavjud emas. Fe'ldagi halokatli odatlarni saqlab turib, bu quvvatni to'plashni orttirishning imkoni umuman yo'q. Shu bilan birga so'lak yoki qon ruhiy energiyaning, o'sha psixik energiyaning kuchli zaxirasi bo'lib, inson o'z energiyasidan qanday foydalanishini juda ham yaxshi ko'rsatib turar ekan. Umuman olganda, odamdan ajralib chiqadigan barcha narsalar, barcha suyuqliklar hammasi bu energiyani ko'rsatkichlari hisoblanadi va misol uchun Xitoy yoki Yapon xalqlari azaldan ishga olishda yoki oila qurishda albatta qon gruppalariga e'tibor berishadi. Mana shunday qiziq bir fakt.
Va bugungi efirimizni shunday so'zlar bilan tugatmoqchi edim. Energiya onglilik mavjud bo'lgan joyga oqadi. Qo'rquv, g'azab va xaos bo'lgan joyda u tarqaladi. Sevgi, jasorat, ishtiyoq va aniq maqsad bor joyda esa u ortadi. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr.